Qarash, tekinxo'r, bemaqsad o'g'illarim. Uyni mo'lyapti, remontlari bitdimi? Dada, uyimiz tayyor. Xudo xolasa keliningiz bilan ko'chib chiqsam bo'laveradi. Nima? Ko'chib chiqsam bo'laveradi, tayyor. Sen kelinim bilan chiquncha, mum bilan chiq, mum bilan ko'chib chiq. Hayvon, bu uyga o'zim chiqaman, o'zim pulimga qilyapman. To'ng'ich o'g'ilmani hamma yoqqa suqilaverma, ha? Tavba qil. Dada, buningiz aytaveradi. Men ko'chib chiqaman, ha? O'g'ling xotin top, darrov ko'chib chiqsa, maslahat qilishmasa. Avval ko'raychi, ustalar nima qilyapti? Pullarim qayerga ketyapti men, yurish. Ijod olishma. Shu yerdingmi? Nima qilishyapsan senlar? To'yiga tomosha qilib. Bir oydan beri shu yerdamiz bolalar. Hali bir ko'ziga ko'rinadigan ish qilmayapti. Ish qilaylik, uyda gaz kelib qolsa janjal bo'ladi ama. Kelmaydi, usta, yotibmiz endi. Dada, mana ustalar abularni yopishtirib bo'ldi, xudo xolasa. Qani yaxshirgana bu. Tarasha nima qilishyapsan? Ishlasam bo'lmaydimi? Bir oydan beri. Chaqqas bo'lib menga. Qani abu yoptirishmabdi-yu. Meni Real Zemida olib kelgan abularim qani? Qani hayvon eshigini tagiga takab ketdi Real Zemida baraka topsin. Qani ashular abular so'raro yeb ichgan ustalardan. Otib bergan quyoningni seni. Abuylarim. Dada, Abuylarim. abularni qayerdaligini bildimmi? Qayerda ekan abuylar? Ustalar o'zini uyiga qilib yuboribdi, dada. Nima? Ustalar o'zini uyiga qilib yuboribdi. Voy onangni emgar go'ng qo'ng'izlar ustalar kattasini chaqirib menga nima meni Real Zemida olgan abuylarimni chaqir ustalarni. Dada, ustalarning eng kattasi mana shu bola bo'ladi. Qara, qoraqosh. Mana uyga olingan aboylarni nima qilishding? Qaysi yo'lga tiqishding? Tog'a Royal Family aboylari juda zo'r ekan, uyga borib bosib yubordik. Real Family aboylar zo'r ekan, uylarga bosib yubordik. Meni uyimga nimani bosamiz? Ashuni qo'ylashmadimi? Darang qo'ylar. Sizni uyingizga olib kelib bosib beramiz, tog'a. Ashunda oldin o'zlari Real Familyga telefon qilsa, Andijon shahar bo'yicha dastlabkalar bor. Men nima qilaman endi? Hayvo burib o'ldirib qo'yaman. Baqir-chaqir qila olmay, tog'a, bosib beramiz, olib kelib. Bilmayman, 3 minut ichida meni aboylarim joyiga qo'yib qo'yish. Real Family men o'zimiz Andijonda. Do'stlar, kimga shunaqa aboylar kerak bo'lsa, stroy materiallar kerak bo'lsa, monomolarga telefon qilaverasizlar. Andijon bo'yicha dastlabkalar bor. Lekin mana ustalar bilan men alohida gaplashaman. Uylarga aytmanglar, basharalarni tanib olinglar. Mana ish chiqaradi senlarga.